U qanday qilib bu darajada tartibsiz ishlashi mumkin? Salom, bu men 4-guruh rahbari. Mart oyidagi sinov imtihonining hisobot qog'ozini topa olmayapman. Nima, rostdanmi? Men birinchi marotaba tekshirgan edim. Bir daqiqa tekshirib olay-chi, go'shakni qo'ymang. Hop, faqat tezroq iltimos. Nima? 중령인가? Chiroq o'chdimi? Nimalar bo'lyapti? Voy, oyna ochiq qolibdi-ku. Chiroq o'chishi va yomg'ir xuddi qo'rqinchli filmga o'xshaydi. Bu nima edi? Mushin-saba, mushin-saba, o'yte kudasai. Mushin-saba, mushin-saba, o'yte kudasai. Mushin-saba, mushin-saba, o'yte kudasai. 불신사바 못되고도사이 불신사바 Mushin-saba, mushin-saba, o'yte kudasai. 불신사바 불신사바 못되고도사이 불신사바 불신사바 못되고도사이 지금 Shu yerdamisan? 여기에 계시나요? Agar shunday bo'lsa, iltimos javob ber. Bu nimasi? Bolalar! Hammasi bunday yakun topmasligi kerak edi. Nima bu? Sirli sinf. Birinchi qism. Hammaga salom. Bu Sojun Fan Super King TV. Men Beso'g o'g'il bolalarning oliy o'quv yurtida 12-sinf 4-guruhda vlog olyapman. Qani ketdik. Bu sinfimizning eng yaxshi o'quvchisi Yu Jae-Hyu. Qani salom dechi? Yo'qol. Keyingisi bizning ikkita eng zamonaviy o'quvchilarimiz Haruto va Kim Jun-kyu. Salom. Keyingisi esa oy, kelishgan Jin. Hey, bu YouTube uchunmi? Undan keyingisi esa 4-guruhning Michael Jordan Park Jun-woo. Bizga tortilish uslubingni ko'rsat. Ajoyib. Keyin bizni 4-guruhning eng ko'rkam o'quvchilari Yoshinori, uning orqasida esa Asahi. Asahi, salom deb qo'ychi. Yaxshi.
Qani qaranglarchi, hozirgina kim kirib keldi? Ximsuk, men ular qolyapman. Salom ulug'. Salom. Bular ham 4-guruhning ikkita bolakaylar Ximsuk va Mashiba bolakay. Va kelajakdagi yulduzimiz Bangyedan. Tanishganimizdan xursandmiz. Bu 4-guruhdagi hamma bolalar edi. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Bu Super King TV uchun maxsus vlog edi. Like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Xabarlarni yopib qo'yishni ham unutmang. Xayr. Hey, o'qituvchimizning ahvoli yaxshi ekanmi? Nima sodir bo'lganiga qiziqyapman. 거긴 너무 싫어. O'sha joyda odam toyib yiqilishi mumkin emasdi. 그거 필요 없겠지. Balki uni kimdir itarib yuborgandir. Bo'lishi mumkin emas. Muammo chiqarmanglar. Odamlar mening yo'qligimni ayblashlarini istamayman. 네, 알겠습니다. Xo'p, janob. Juda yaxshi, rahmat. 덩그러니 나 혼자 여기 남겨져 있어 남겨져 있어 Kim yangi qo'shig'imga tegdi? 나와. Qaysi biring? Qo'shiq? Sen taqdim etayotgan oylik baholashmi? 이상한 노이즈가 Ha shu, lekin hozir unda tushunib bo'lmaydigan so'zlar bor. Bu sizning ishingiz, shunday emasmi? Biz hatto sening qo'shig'ing nimaligidan xabarimiz yo'q. Nima haqida gapiryapsan? Nega u chuvalashib yotibdi? Kechagina hammasi joyida edi. Bunday hazilni faqat sizlar qilasiz. Oy, sen shunchaki stajyor bo'lganing uchun bunday muomala qilishing mumkin deb o'ylaysanmi? Sen adashyapsan, bu bizning ishimiz emas. Nega janjal chiqaryapmiz? Eshitib ko'raylikchi. Diqqat qiling bolalar. Hozirgina o'qituvchimiz bilan gaplashdim. U kasalxonada 15 kun qolishi kerak ekan. Voy, unday bo'lsa bizga boshqa o'rinbosar o'qituvchi beriladimi? Yo'q, o'rinbosar o'qituvchi tayinlash uchun 15 kun kamlik qiladi. Shuning uchun mas'uliyatni o'z zimmamga oldim. Shunday ekan 15 kun o'qituvchimiz yo'qmi? Nima bo'lgan taqdirda ham bu qanday yuz berishi mumkin? 기억 안 나지? Bilmayman. Aytishicha u hech narsani eslay olmasmish. 설명 끝났어 Gapingni tugatgan bo'lsang ketsam bo'ladimi? Albatta. Boshqa xonaga o'tish shunaqangi yoqmayapti. Ketdik bolalar. Xona muzlab ketibdimi? Xuddi muzlatkichda yurganga o'xshaymiz. Hoy, 언제라? bu jin. 김나지. Nafasimni ko'rding, to'g'rimi? Og'zingni yopib, og'zing sasyapti. Sizning sinf rahbaringizga shikast yetibdi, shundaymi? Shunday ekan, o'zimiz darslarimizni qilsak bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Qoyil. Qaysi guruh? 4-chi? 4-chi guruh? Ha, yaxshi. 스톱 To'xta. Nega? 너였구나 Har safar bitta ko'p olib ketayotgan sen ekansan-da. Nega sen? Bu men emasman. 3학년 4반 4-chi guruh 12-sinf 20 o'quvchi. Sen 21 ta olib ketyapsan. Hali ham bu sen emasmisan? Ammo bizning sinfda 21 o'quvchi bor-ku. Joyiga qo'y. Boshla, faqat 20 ta ol. 네 Xo'p, janob. Bizning sinfda 20 ta o'quvchi bormi? Nega ichkari kirmayapsan? Ko'tarishib yuborishni xohlaysanmi? Yo'q, men yaxshiman. 야야 Deya, kutib tur degandim-ku. Oho, bugun tushlikni qaranglar. Bu bilan ajdodlar udumlarga xizmat qilgan bo'lasan. Arvohlar aynan shuni eshitishmoqchi va birdan tashlanadilar. Mashhur ajdodlar restorani shumi? 야 뭐라고 Kelishlariga qo'yib ber. Men ularni yenga olaman. 자 이번에는 이 Bu safar men go'shtli o'ramalarni tatib ko'raman. 렛츠 Qani ketdik. U ko'proq tomoshabin yig'a olyaptimi? Unchalik emas, men hali uni videolari 10 tadan oshiq tomosha qilinganini ko'rmadim.
Agar u hamma harakatlarini o'qishga sarflaganida, Ji-Hyukdan ham baland baho olishi mumkin edi. 아까부터 노이즈가 Men haligi tovushni aniqlashim uchun 따로 들어가야 될 것 같아. hamma qismlarini 그래야 birma-bir eshitib chiqishim kerak. 에이씨. Ammo bu tovush hali ham davom etyapti. Ha, bu yomon. Bolalar, ovqatingizni yeb oldingizmi? Ha, sizga katta rahmat. Albatta, xayr. Yana bir o'quvchi ovqatini tatib ham ko'rmabdi. Isrof bo'ladi-da. 야 공주. Koptokni ol. 야. Hey, men endi yomon tush ko'rdim. Har doim sizning sinfingizda o'qiganimda yomon tush ko'raman. Yanami? Senga qanday qilib yomon tush ko'rmaslikni yo'lini aytaman. 설마. Sen yomon tushni gapirmoqchi emassan. Shu bois ikkita qo'ling bilan toshqaychi o'yna. 어떻게 알았지? Qanday bilding? Bu aynan shu. Hoy, Jungwu, Amerika futbolini o'ynashni xohlaysanmi? Ko'pdan beri o'ynamagan edim. Bolalar, sizlar ham o'ynaysizlarmi? Futbol o'ynash qon aylanishini yaxshi ta'minlab beradi. 야 윤재야. Hoy, Ji-Hyuk, 어디가? qayerga ketyapsan? Sizlarga zarur emasman, allaqachon 11 ta odam bor. 진짜네. Biz 11 tamiz. 언제 쓸 때? U qachon sanab ulgurdi? Shuning uchun ham u eng a'lochi o'quvchi. 저기 얘들아. To'xtang, bolalar. Sizlar ketolmaysiz. 우리 숫자. Bizga 11 ta odam kerak. 11 ta. 하면 될까니까? Bu sizlar uchun ham yaxshi. Bo'la qolinglar. Ketdik. Ketishimiz kerak. Ketdik. Bu senga. Rahmat. Biz bilan bahsga chiqishdan oldin keyingi safar yaxshilab tayinlandinglar. Hozirdan boshlab qiladigan ishim yeyish va futbolni mashq qilish bo'ladi. Bu haqoratli bo'ldi. O'ylagandimki, biz g'alaba qozonamiz deb, chunki bizda ko'proq o'yinchi bor edi. Nima? Sizlarda bitta ortiqcha o'yinchi bormidi? Sizlar 12 o'yinchimidingiz? 사기네 이거. Bu g'irromku. 뭔 소리야? Nimalar deyapsan? Biz 11 ta edik. Sizlar 10 ta edingiz. 야 아닌데? Yo'q, adashyapsan. Biz 11 ta o'yinchini sanagan edik. 야 Ular faqat 10 ta edi, to'g'rimi? 조용히 좀. O'zingni bos. Bu sharmandalik edi. 우리가 한 명이 Biz bir ko'p o'yinchi bilan o'ynadik. 팔린 건 아니야? Sen hatto uyalmayapsan ham. Ouch, nariroq tur. Hey, Junghwan, futbolni yarimida bizdan kimdir o'yinni tark etdimi? Nimalar deyapsan? Hatto futbolni yoqtirmaydigan Asahi ham biz bilan bir o'yinda birga o'ynadi-ku. 근데 왜 Nega unda ular bizda 10 ta odam edi deyishdi? Biz 11 ta edik. Men bunga aminman. Nima bo'lyapti? 아니 Narigi jamoa aytdiki, bizdan faqat 10 ta o'yinchi qatnashibdi. 뭐래? Nima? Ular xato sanashgan.